Akamning kundalik xotirasi. Abduri O'tqash Begim. 7-qissa. Quyosh nurining bino derisidan yotoq uyimga tushishidan erinchaklik bilan ko'zimni uvlab, qanotini kangri ochgan kaptardek birni asnab etib, uyquchan ko'zlarimni yana bir qitim uvlab asta turdim. Kiyimlarimni kiyib derazadan qo'ru ichiga qaradim. Qushlarning yiqimliq sayrashlari bu qo'ru ichini bir olgan edi. Kishilar atganlik chiniqishni boshlab atgan edi. Quyoshmo bara-bara yer jahonni o'zining illiq nuri bilan ilitmoqda edi. Yotoq uyimdan chiqib qarasam, akam allaqachon ishga ketib bo'lgan ekan. Men akam tayyorlab qo'ygan issiq bir stakan sut, bir tal tuxum va 2 bolkani yeb bo'lgandan keyin pastga tushdim. Sizlarga o'zimni va akamni bir tanishtirib o'tay. Ismim Sirajdan. Uyim Aqsuda. Akam bilan ikkimiz Aqsu shahridagi bino uyda turamiz. Dadam opamlar yezidagi uyda turdi. O'zim nahayt sho'q. Xushchaqchaq, chiqishqaq, samimiy va'daga amal qiladigan bir kelishgan bola. Akam bir xalq soqchisi. Ba'zida akamga qarab, "Men bir soqchi bo'lishni o'ylabmi qolaman." Qora oldidagi o'rindiqda o'ltirib, osmondagi g'amsiz, erkin uchib yurgan qushlarga qarab masligim keldi. Tuyuqsiz 2 yilning oldidagi bizning mahallada odamning tinini shurkandirdigan vahimalik va bir sirliq bir voqea esimga keldi. Voy Sirajiddin adash. Tuyuqsiz orqamdan chiqqan ovozdan cho'chib, orqamga qaradim. Ada senmiting? Odamni ajabmi qo'rqitding? Hey, bundoq cho'chib ketganingdan qaraganda, sen bir qizvalni o'ylab o'tdading digina. Bo'lmasa bundoq ov qizvalga qarab o'tdamaydi. Ha? Nima? Qara mana. Men dedim-ku, darvaqa shundoqken. Hey seni. Bu uruq, egiz, qomatlik, chiroydan samimiyligi, xushxo'y chiqishqaq bu do'stimning ismi Abduvali bo'ladi. Mening yaqin do'stim desam ortiq ketmaydi. Uning bilan xatarlik vaqtlarni birga o'tkazgan edim. Tas qolgan edim, o'lib qolg'ili. Gerçi o ishlarning yuz berganiga 1 yildan ko'proq vaqt bo'lsa-mu, yanala menga tunugun yuz bergandekli to'yiladi. Davomliq meni mushundaq chiqib olasan desam, O'ylab boqmamsa, o'zingmi inkor qilgan tursang, yana kelib davomli qizaloq qarab o'tirsan-da. Vali, seni xap, ha? Shundoqda adash. O men bilan shunda qiyishib qo'ydi. Qani kelar, o'ltir adash. Atdiganda xiyollar dunyosi g'arq bo'lib ketibsan-ku adash. Shu qarasam bugun havomi yaxshi. Yana mening kayfiyatim yaxshi. Gerçi yezining havosidek sap bo'lmasa-mu, ozroq bo'lsa-mu havoyay deb o'ltirdim adash. Ha, rost. Demisimi, shaharning havosi bilan yezning havosida osmon zimin farq bor. Yanala yezining havosiga nima yason adash? Bir kunisi uchimiz bir yeziga berib bir oylanib kesakmikin deb o'yladim adash. Nayt to'g'ri o'ylabsan adash. Demisimi biz o koni mahalladan qaytib kelganimizga-mu 1 yilchi bo'lib qoldi. Gerçi uydagilar hozir yangi mahallada turayotgan bilan bizning ta'tilda qo'yib bergandilar aran berishga fursatimiz chiqdi. Menmi allaqachon o'ylagan edim, lekin sana deyman deb maishlarning jiqliqidan unutib qaptimi. Mana bugun oxiri ko'nglimdagi gapni deding adash. Amisa Almurod kasi deb baqsaq. Menda chataq yo'q aqinla. Tuyuqsiz yenimdagi daraxtlarning orqasidan anglangan ovozdan Abduvali bilan ikkimiz tezla orqamizga qaradik.
Asli kimki desam, do'stim Elmuratgan. Bu do'stim shu koni mahallidagi sirliq ishlarda hayot mamatliqda birga bo'lgan do'stim Elmurat. Umi kilishgan, qavul, tambal, xushchaqchaq bola edi. Shundoq qilib, qachonliqqa bormiz amsa? Elmurat shundoq deginicha daraxtlarning orqasidan chiqib biz bilan ko'rishdi. Qachonliqqa boratdiq, yana bir haftadan keyin borsak bo'larmikin? Sizlar qanday birodarlar? Ma'qul. Uningda chatoq yo'q adash. Menda chatoq yo'q adash. Amiz shundoq bo'lsin, vaqti kelganda men sizlarga xabar qilaman, og'inlar. Men shundoq dedim. Ular ma'qul bo'lishdi. Oradan Vali so'z boshlab qoldi. Ya og'inlar, o ishlarning yuz berganigimi bir yilcha bo'ldi. Mening shu tap ash koni mahallaga bir berib, o koni mahallaning hozirgi turqini bir ko'rib boqqim ba. Undoq desan-ku adash, men ammo u koni mahallaning turqini o'tdakli bir ko'rib baqqan ba. Seningcha adash, hozir o mahallaning turqi qandoq bo'lib ketganda? Shu qandoq bo'ladi? Burunqidek turganda qachon yoki o'zgarib ketganda balkim. Amsa adash, seningcha qandoq o'zgarganda, ha? Ha, meningcha u mahalla. Hey, mahsul texnik. Hadab basam, hadadin bek ashtiya. Qarg'andasining tayqin kam bo'lib qopti-da. Mana sana. Ha, mana. Adash. Abduvali shundoq deginicha Elmuratni rosa dumbaladi. Men ularga qarab illiq kulib qo'ydim. Shundoq. O ishkisi azroq ishining borligini deb qaytdi. Men mu binodan chiqib ketdim. Balkim bu ikki do'stimga qiziqib qoldingiz-ku deyman. Amisi mening tuvandagi hikoyamga diqqat qiling. Qo'y, nemishqa menga tap desam tapmaysan? Shuncha chaqirsammi, menga qarabmi qo'ymiding? Nemish qisanga tepkidekman. To'pni sanga tepkicha ishtiq tepaman. Mas'ul tekni qarg'anda san hol kirib qopdi, ha? Nima? Sen kimding? Menga o'rkirgidek. Men bo'sh kelmay vaqirdim. Atrofdagi bolalar menga qarab turishatdi. Balkim kim bilan uncha bola gap talashib baqirishib ketgando deb o'yladinglar-ku deyman. Hozir sizlarga deb beraman. Bizning mahallaning oyg'idaroq Salim deb bir kishi bor. Uning gazdongdek yo'g'on, traktorning keyni choqidek yo'g'on bir o'g'li bor bo'lib, dalman bayam urushgan Azmat bo'dak shu. Yana kelib u bek akavur edi. U bo'dak bo'g'ini bilan to'p tepishni bekmi yaxshi ko'radi. Har shanba yakshanba kunlari mahalladagi bolalar bilan birga to'p tepatdik. Davomliq u chidamaslik qiladi. Shuning bilan u biz bilan davomliq urushatdi. Shu sababdan uning bilan davomliq urushib qolatdik. Mahalladagi bolalarmi u Azmat bo'dakdan qo'rqatdi. Bir qitam mahalladagi bolalar bilan 3 maydon futbol musobaqasi o'ynadik. 3-2 numar bilan Azmatning guruhini yengib oldik. Lekin chidamas Azmat bo'dak ushuqlik qilib elib biz bilan urushdi. Bizmi qarab turmadik albatta. Bizmi bo'sh kelmay ularni rosa urdik. Keyin bizni kanitga elib berib bizga tarbiya ishlab, bu da urushmasligini deb qaytarib atdi. Uyga kelganimda bo'lsa dadamdan bir muncha til angladim. Gap qilmasam bek vaqirab gap qilsin, ha? Seni bir qaytadan odam qilib qo'ymasam bo'lmaydigan o'xshaydi. Angla Azmat, meni sendan qo'rqaydi deb. Gapimning oyig'i tugmay turibla, Azmat yuzimga bir mush qo'ydi. Men bu tuyuqsiz tekkan mushning ta'siridan orqamga uchib ketdim. Va tezla o'zimni o'ngshab, menmi Azmatning yuziga birni soldim. Uning yana bir qitim tekkan pashvasidan necha metr nariga uchib tushdi. Men uningda qavul bo'lmag'achqa yerdala yetib qoldim. Atrofdagi bolalarning chiroyida qondanma asar qolmagan edi. Ular berib meni yo'lashni o'ylagan bo'lsa-mu, lekin boyamg'i ko'rinishlarni ko'rib qo'rqib qolgan edi. Men o'rnimdan baktasti turib, uning qishig'iga keldim va kuchab uning so'l ko'ziga qattiq birni soldim.
Omi mening o'ng ko'zimga birini selib qaytirib berdi va meni birini tepibla boyamqi o'rnimga yotqizib qo'ydi. Hamda o'zingni bilib yur. Bu yerda emas, doktorxona yetib qolasan. Azmat bodak menga shundoq debli qaytib ketdi. Azmatning ketish bilanla bir chet qarab turgan ikkisi yugurib kelibla meni yo'lab turg'izdi. Adash, tura. Ovayla, ha? Qara, mushtaqmi uramdi deymi? Faqat odam emas narsa ekan u Azmat degan. O ikkisi meni yo'lab uyimga qarab elib mangdi. To'xtanglar. Men bu holatda uyga borsam dadam opa meni tillashi aniq. Shunga men do'stimning uyiga boray. Amsa adash bizning uyga borgan bo'lmasa. Shunda qadash. Rahmat birodarlar, ko'nglinglar tegil bo'ldi. Sizlarni avora qilmay. Hozir do'stimga telefon qilsam, u birdamdala keladi. Men shundaq debla Abduvaliga telefon qildim. Birozdan keyin Abduvalining ovozi anglandi. Va adash, Sen nada adash hozir? men uyda adash. Bir ish bo'ldimi? Bizning etizliqqa kela adash. Ma'qul adash, hozirli bormi? U shundaq debla telefonni qo'ydi. Taxminan 10 minut atrofida vaqt o'tgandan keyin Abduvali motosikletni bo'ronda haydab qishimga kelib to'xtadi. Adash, sana nima bo'ldi? Yuz ko'zing ishib ketibdi-ku. U shundaq deginicha yenimga kelib, meni u ikkisining qo'lidan elib motosikletga o'ltirg'izdi. Rahmat sizlarga birodarlar. Sizlarni malol qilib qo'ydim. Sat bo'ldi. Hech qisi yo'q. Amsa biz qaytaylik. O ikkisi shundaq debla biz bilan xo'shlashib qaytdi. Adash, zodi sana nima ish bo'ldi? Kim seni mushundaq qilib etdi? Onunğa nima deyishimni bilolmay turib qoldim. Azmat. Eliq Azmat bo'dakmi? Shundaq qadash. Bu gapni anglab, uning ochiqi keldi. Abduvali mening yuz ko'zimga to'g'ri surkib tozalab qo'ydi. Aziz anglag'uvchilar, vahimalik asar Okamning kundalik xotirasining 7-qismi mush yerda tamomlandi. Yoqtirib anglag'ininglarga rahmat. 8-qism. Bizning uyda qo'nib qol. Bu holton bilan uyingga borsang, dadang, opang seni tillashi turg'anli gap. Shunda qilay emsa adash. Uydagilar shaharga ketdi. 2 kundan keyin keladi. Abduvali xuddi mening nima demoqchi ekanligimni bilib qolgandek shundaq dedi. Amsa sen bormabsan-ku adash. Va qo'ya adash, keyin oldirmay borsaqmi bo'ladi. Yana kelib, bundaq tomizda nima bor shaharda? Odam issiqda hasirab, o'midak bo'lolmaydi ekan. O'g'u shu adash. Yana tex ular bir tal suvni ko'tarib olsa, kashkish do'konga kirib bir muncha narsa oladi. Odam issiqda o'zini aron ko'tarib meng'avsa, u narsani ko'tarib, voy ish qilib, ishning ko'nni ko'rdi odam. Nayt navatdek qilding adash. Atda, muzdek toz yurakning cho'nqur qitig'i bordigan ichimlik mavi. Adash, men ishmay turaymi ekan? Nemishqa endi? Bundaq turib ichimlik ichsam, mushada ma'nungdimi ig'riq bo'lib ketmay adash. Hey. Qarasini. Voy, ansirma adash, ishtim bo'lmaydi deyma. Ha, ala. Bo'pti emisa, ya o'lim ya ko'rim.
Mana endi o'g'alvaldek ish qilding adashchim, ha? Men Abduvalining qo'lidagi bir botilka ichimlikni ilib, bir yutum ichdim. Darvaqa, uning deganidek haqiqatan chanqigan yerga bordi ekan. Ta'mi qandoq? Bo'lamdiki adash? Ha, adash, shundoq balankan. Tamoq yedingmi adash? Atiga yegancha adash. Ha, mundaqda. Abduvali shundoq debla yarim botilka ichimlikni ustalga qo'yib, uyga kirib ketdi. Tamoqqicha adash, mavdan yeb to'g'in. Hey, to'xta adash, kimga tamoq qilasan? Albatta san qilaman-da adash. Bo'ldi adash. Gapni oz qil. Mavlan yeb o'ltirib turg'in. Tamoq birdamdila pishidi. Abduvali shundoq deb oshxona uyga kirib ketdi. Men u oldimga qo'ygan ushaq-tushak narsani yeb o'ltirdim. Ay, mana do'st degan. Yanala odamning ko'nglini do'sti biladi ekan. Abduvali yarim soatdan keyin 2 taqsi so'manni elib chiqib, bir taqsini mening oldimga, yana bir taqsini o'zining oldiga qo'ydi. Va yana oshxona uyiga kirib ketib, 2 piyola bilan choy elib chiqdi. Qani ola adash. Garchi yaxshi etammisanmi? Har holda xel bilan qildim. Qani choy bilan yegin. Adash nimalar deydigansan? Shundoq o'xshagandek turadi. Shu opamning uyida turib, astol ugunib qaptiman tamoq etishni. Abduvali shundoq deb oldidagi piyolaga choy qo'yg'ach shundoq dedi. Adash, seni tamoq etkili soldi. Ha, undaq dema adash. Biz yaqin do'stlardan. Buncha ishlar men uchun hech qancha ish emas. Rahmat adash. Nimaga rahmat aytsa deyman? Abduvali menga sal ochiqlab shundoq dedi. Ma'qul adash, ma'qul. Buda diqqat qilay-ya. Buda shundoq deganingni anglab qolsam, sana ikkinchi gap qilmayman. Ma'qul adash, buda undaq demayman. Biz tamoqni yeb bo'lgandan keyin 2 kun burun kentimizda ham bizning mahallada bir sirliq voqea to'g'riliq paranglashib o'ltirdik. 2 kunning oldingi oqshimi dadam qo'shnimiz to'xti va bizning mahallaning mahalli boshlig'imiz kanitdan qaytish yo'lida mahallaning oyig'ida bir odamning jasadini payqabdi. Yana kelib u jasadning turqi bakmi qo'rqinchli bo'lib, ularmi qo'rqib ketibdi. Shuning bilan ular u noma'lum jasadni amdi ilishga tamshalgan ekan, bir kishi ularning kayinda paydo bo'lib ularga debdi. Bu jasadga chiqilmanglar. U jasad qarg'ishga ketgan jasad. O ishkisi bu noma'lum kishining so'zlariga quloq solmaylar, bizning mahallaning mahalli boshlig'i kelib, bu jasadni yo'tkishib ba debdi. O noma'lum kishimi gap so'z qilmaylar, ularga yordamlashibdi. Keyin o kishi tuyuqsizlik yo'qolib ketibdi. Shuning bilan mahallaning mahalli boshlig'i, shu amali sekretar, kanitning soqchi boshlig'iga telefon qilibdi. Ular birdamda ularning yeniga o'nib bo'pti. Sekretar kanitning soqchi boshlig'iga o jasadni boyqash jarayonini so'zlab beribdi. Keyin noyadan soqchilar chiqib, o jasadni tekshirishga elib ketdi. Atsi Ahmad Zasu qo'ylarini beqib uyga qaytayotganda mahallaning oyiqidagi cho'ng koni 2 mo keladigan qabristonlikdan o'tib ketib olsa, tuyuqsiz qabristonlikning qoq o'rtasida bir odamning o'ziga qarab turganligini ko'ribdi. Va bu adash bu kechada qabristonlikning o'rtasida nima ish qiladigandu deb ortiq o'ylamayla davomli uyga qarab mengibdi. Ahmad Zasu yo'g'on qapoq sugatning yeniga kelish bilan tangla 2 qizil ko'ynak kiygan 8 yosh chamisidagi qiz bolaning u qapoq sugatning yanida putiga oyoqmi kiymay o'ynayotganligini ko'ribdi. Qizim, buncha kechada yolg'iz yursangiz bo'lmaydi. Mahaldagilarni ishlar ishlab oladi. Maslarni uyinglarga og'ish ketay. Minglar. Keling tag'a. Birga o'ynaylik.
Ahmad Zosuy u qizchaqning ko'kirib, oppoq bo'lib ketgan chiroyini ko'rib sal qo'rqib ketibdi. Hamda u qizchaqning ovozimi bakli surlikka. Ahmad Zosuy yiroq uzab bo'lgan qo'ylarini ko'rib, u qizchaqqa Tezroq uyinglarga qaytinglar. debla qo'ylari tarafga qarab yugurib mengibdi. At sardila shu qapoq so'gatning yenidagi etizliqida 10 necha qo'y va 15 kalining ikki parcha qilib etilgan jasidini sekretar kanitga minish yo'lida bayqabdi. Kanit u qo'y kalining jasidini ko'mib bartaraf qildi. Adaş, o kalı qo'yni zodi kim o'ltirayotgandi? Abduvali gap boshladi. Voytang adash qaysi hayvon qildi ekan? Kanitdan qattiq izlayotdi. Balkim bir kunisi tepala o'g'uylar. Tang adaş, qanday bo'laki juma? Nemish qanday deysan adash? Qara adaş, o'ylab baqa. Bir kechidala bir odamning unchola jiq qo'y kalasini o'ltirib bo'lishi mumkin emas. Ya'ni texi uncha jiq qo'y kalini nereden ekildi? Shunda ular qarg'on bo'lishi mumkin adaş. Tun-gün bağanchig'imda o'shiq keptikan. Deganlaringmi to'g'ri adash. Shug'unisi boshqalar nemishqa bayqamaydi. Har bir mahallaning 5-6 yerda ishki kuzatish apparati bor. Shunaga qarsa hamma ishni ko'rgili bo'ladi. Ular qarg'on bo'lishi mumkin adaş. Balkim shundaqdir adash. Haras. Jurat o'shiga keptimi? Tun-gün bağanchig'imda o'shiq keptikan. Jurat mahallimizning mahalli boshliqining o'g'li bo'lib, biz bilan tangrimatlik. O'lish kuni kechida kanitdan uyga ketayotganda, eliqi qapoq so'gatning atrofiga kelganda, dadisining o'zini chaqirgan ovozini anglab, orqasiga qarabdi. Bir etizning yenidagi kichik so'gatning yenida uning dadisi, ya'ni bizning mahallaning boshlig'i turibdi. Ha, dada. Yig'in bor degan tangizg'u. Yig'in amaldan qoldi. Ati ochadigan bo'ldi. Uning ovozi bakmi vahimalik chiqibdi. Sen bu go'shni ilib, uyga mang'ash turg'in. Ha, ma'qul dada. Jurat dadisi bergan bir qoch xaltadagi go'shni ilib, uyga qarab mengibdi. U uyga kelganda bo'lsa, bir sirliq ishni ko'ribdi. Ya'ni Juratning dadisi uyda tomoq yeb o'ltirg'idak. Buni ko'rgan Juratning chiroyi totirib ketibdi. Dadisi bolasining qo'lidagi qora xaltani ko'rib, hayron bo'lib so'rabdi. Bala, o xaltani sizga kim berdi? Siz? Jurat shundoq deb o'shidan ketibdi. U xaltani echib qarg'idek bo'lsa, xaltaning ichidagi boshqa narsa bo'lmasdan, balki bir qonga melangan, ikki ko'zi yo'q bir odam beshishgan. Adash Juratni kashda yoki ati berib yo'qlab kelayli. Bo'ladi adaş. Avval sen saqayg'in, andan basaqim bo'ladi. Bundaq basang, doktorxonada uzoqroq yetib qolsa. Adaş Abduvali, sen uyda bormi adaş? Abduvali. Tuyuqsiz Juratning ovozi anglandi. Mana adaş keldim. Abduvali shundaq debla birini kulib qo'yib eshikni ochiq qilmangdi. Ular ko'rishib yenimga keldi. Seni bizning uyga qandoq shamol uchirib keldi adaş? Qaysi shamol uchirib kelaydi? Shu sening shamoling bo'lmamda. Qara seni. Hammamiz qaqoqlab kulib ketdik. Endi shu silni nemish quvvatadigandir deb kelishim. 2-3 kunning yoqi bek aldirash bo'lib ketdim. Bo'pti adaş. Bizning kanitga zod nemish bo'lganda endi. G'alit ishlar yuz berdigan bo'lib qoldi qara. Shuni bir degina adash. Ertaganda dadam bilan qo'shnimiz Davudkamning uyiga bir ishni maslahatlashaylik deb kirsak, ayoli Turunsaxon ocham yig'ilgan bitik chiqdi. Dadam bilan ikkimiz hayron qoldik. Dadam Turunsaxon ochamni so'rdi. Ichida. Turunsaxon ocham shundoq deb uyni ko'rsatdi. Balam, mishada turib turgan. Dadam shundoq deb uyga kirib ketdi va qattiq baqirgan ovoz anglandi. Voy anam ey! Opla mavishni! Dada,
Bir ish bo'lmagandi. Tez Samat akangga telefon qil. Ha, ma'qul. Men Samatkamga telefon qilib, hozirlar Davudkamning uyga kelishini deb telefonni qo'ydim va dadamning yoniga kiribla qattiq qo'rqib ketdim. Chunki pagada Davudkam ikki ko'zi yo'q, og'izi yirtilgan, qorni chuvilgan, put-qo'llari nechpas qilib o'tilgan, qip-qizil qonga milingan holatda yotadi. Sizga nima bo'ldi? Nimaga yig'laysiz? Davud qani? Samatkam shundoq deguncha kirib keldi. Qarang, Voy, onimay. Samatkam yerda yotgan Davudkamning jasadini ko'rib, qattiq qo'rqib ketdi. Oqadalloh Samatkam sekretar va Abdulla boshliq telefon qildi. Keyin mening uyda turg'im kelmay, sirtga chiqib uyga ketdim. Aziz anlıqçılar, vahimalik asar akamning kundalik xotirasining 8 qismi mush yerda tamomlandi. Yoqtirib anglag'ininglarga rahmat. 9 qism. Undaq emasdi. Rost deyman. Keyin qandaq bo'ldi adash? Mama bilmayman adash. Dadam texchi uyga kelmadi. Abduvali bilan ikkimiz uning so'zidan jim bo'ldik. Balkim hozir kelgan bo'lishi mumkin. Bo'pti. Elg'ichi bir gap bo'la. Bugun to't bo'ldi g'alit ishlarning yuz berganiga. Abduvali shundoq deb qo'ydi. Kechqurun jur'at qaytib ketdi. Abduvali bilan ikkimiz o'ylada osmondagi oyning atrofni qurshab turgan, jimirlab turgan yulduzlarga qarag'inimizcha o'ltirdik. Kechining mayin shamali yuzlarimizni suyib o'tadi. Kallamda mushu 4 kun ichida yuz bergan o'sha sirliq va yemilik ishlar ketmaydi. O ishlarni zodi kim qilgandi? Nimishqa shunday qiladi? Ya ularda o'chba bo'g'imadi? Kallam mushundaq chigi savollar bilan to'lgan edi. Biz 1 soatdan ko'proq o'ltirgandan keyin kirib yotdik. Ertasi o'rnimdan tursam, soat 9:30 bo'lgan ekan. Qarasam, Abduvali yo'q turadi. Men yuzimni yuyib, bo'ylig'i chiqdim. Oshxona uyga qarasam, u shu yerda ekan. Adash, turdingmi? Ha, adash. Qaydara uxlabsa adash. Ha, shu azroq qarbasqani hisob qilmaganda, herhalde yaxshi uxlabdiman adash. Senchi qandaqroq uxlabsan? Menmi yaxshi uxladim adash. Seni qari bastimi? Shundaq, uzun zamonlar bo'lgan edi, qari basmag'iniga. Oqshom qandaq bo'lib qari besib qoldi ekan, menmi uxmadim adash. Mundaq degan. Balkim bo'lmasa bak yerib ketgansa adash. Balkim shundaqdir adash. Men shundaq deb karavotda o'ltirdim. Bugun seni bir biqvalay. Abduvali shundaq deb shira ustiga 2 qoch xuymanni qo'ydi. Qarashdilla bu xuyman bak o'xshigandek qiladi. Pahoy, sening qo'lingdami mushundaq ishlarmi keladi degina adash. Pek emas. Tamaq yeb bo'lgandan keyin Abduvali jur'atning qishig'i berish uchun tamshalganda telefonim sayrab ketdi. Ilib qarsam dadamkan. Voy dada. Bolam, bizning shaharga kirdigan ozroq ishimiz chiqib qoldi. Uyning oshquchini eriqning yenidagi cho'ng toshning ostiga qo'yib qo'ydim. Sana hozir ozroq pul avatib beraman. Shuni xajlab turasan. Ha, ma'qul dada. Telefonni endi qo'yishimga dadam pul avatib berdi. Biz jur'atning eshik oldiga berib, o'rnimizda turibli qoldik.
Cüretning ishkida qo'lib turardi. Ular qayerga ketgandi endi? Har qancha bo'lsa-mu jur'atga birash bo'lmagandi. Undaqmi bo'lmagandi adash? Balkim biror urug' tuqqanlarning uyiga ketgandi. Kim shundaqdi? Mana qaytayli adash. Sen qaytayveray adash. Sencho, sen qayerga borasan? Uyga borman adash. Mushturqon bilanmi? Ne bo'ldi? Turqum nima bo'pti? Mishadi mudirlamay jim turibdi. Men hozirlik kelaman. Nimishqa? Ey, yipchi xotindek so'zlayvermay tur deganki, mishadi jim tursangni bo'ldi. Ma'qul adash, ansirma. Mush yerda ishga mangmayman. Uning menga sat qarishidan sal qo'rqib qoldim. 10 minutlar o'tgandan keyin Abduvali mo'stikilidan aydigan payt keldi. Chiqa. U shundoq dedi. Men avaylab uning kayniga chiqdim va uyga qarab mangdiq. Yanala nima degan bilan do'stimda. Otayam meni deb shuncha yiroqdan mo'stikilidan aydab kelib, meni uyimga opirib qo'ydi. Men toshning ostidagi oshqushni ilib, eshigini ochib uyga kirdim. Adash, amsa men qaytay. Birash bo'lsa, telefon qiljimi? Adash, birdam o'ltirib manga? Bo'ldi adash. Bosh kunsi o'ltirib ketaman. Abduvali shundoq deb men bilan xo'shlashib uyga qarab mangdi. Men uyga kirib yetibla uyquga ketibdiman. Qachon uxlaganimni bilmayman. Abduvalining chaqirishidan ko'zimni ochdim. Adash. Tura o'rningdan. Men ketib bo'g'chi uyquga ketding degina sen. Shu yetibla uxlab qaptiman adash. Men shundoq debla qattiq birni asnidim. Abduvalining ovozi bakmi surlik chiqib Qarsam, u menga surlik holda qarab turardi. Qaytib kelsan-ku adash? Sana kavob ilib keldim adash. Qarsam rost degandek uning qo'lida bir qora xalta turardi. Oy, adash, nimishqa qora xalta qilib ep keldi? Ya bu boshqa narsa bo'lmasa? O savolimga javob bermay, qo'lidagi xaltani menga sundi. Men uning qo'lidan xaltani oldim. Abduvali qo'limdagi xaltani ko'rib, menga surlik qarab qo'yib, gap so'z qilmayla, orqasiga burilibla, noyta bir xil mudish qadamlar bilan chiqib ketdi. Uningga nima bo'lgandi? Faqatla o'ziga o'xshamayla qoldi-ku bu adash. Turqimi bakli surlik, ham ovozimi shundoq vahimlik chiqyotdi. Uning ish harakatlari bakmi sirliq. O'zimga shundoq dedim va u bergan xaltani ustalning ustiga qo'yib, xaltaga qaradim-yu, o'rnimdan chajrabli turib ketdim. Voy onamay! Xalta ichidagi kavob bo'lmasdan, balki bir qonga milangan, yuzining yerimining terisi yo'q bir odam beshi turardi. U buni nereden ep kelgandi? Onunga zaten nemish bo'lgandi? Acaba u tuyuqsiz bir qo'l mo'ramni tutdi. Asta orqamga qaradim. Lekin qarag'inimg'imi ming pushaymon qilibmi o'lgirdim. Orqamda beshi yo'q, usti beshi qizil qilla bilan bo'yalgan bir boshsiz jasad turardi. Dal shu chaqda xaltadagi bosh yerga do'milibla tushdi. Beshimni qaytirib Beshimni qaytirib Beshimni qaytirib O boshsiz jasad vahimalik ovozda shundoq deginicha mening yoqamdan tutib egiz ko'tirdi. Yo'q.
esibdi-da. O'rnimdan turib, muzdek turbining suyida yuzimni yuydim. Xeyli o'ngshilib qolgan edim. Kechqurun oddiy tomoq qilib yeb bo'lib o'ltirsam, Abduvali bilan Jurat keldi. Kech bo'lganda kep qapsizlar-ku. Shu seni oshqomisin deb av bozordagi Ahmad Mantipazdan mant elib keldik. Qara seni adash Jurat. Har qachon tamoq yemagansa, ala qiziq yaval. Abduvali shundoq deb bir xalta mantani sundi. Men xaltani ilib ustalga qo'yib qo'ydim. Ha, adash qandoqroq tursan? Xeyli yaxshi adash. Hanim bo'lsa o'ngshilib qoldi. Hay og'inalar, sirni bir oyilinib kirsak qandoq deysizlar? Bo'ladi, chatoq yo'q. Yuringlar amsa. Men shundoq deb o'rnimdan turdim. Darvozani ichidan taqab qo'yib, bog' bilan sirtqa chiqdik. Biz paranglashib mengib, etizliqni aylanib bo'ldik. Hatto iliq qabristonliq, qopoq so'gatning atrofini aylanib bo'ldik. Aras, iliq qo'ykalning o'ltirish sababini tepibmi? Yo'q, topolmabdi. Topolmabdi? Men sizlarga desam, dadamning deyishcha kanatdagida ko'zitish apparatini kayniga yondirib ko'ribdi. Lekin kishini hayron qoldiradigan ish yuz beribdi. Qanday ishga u? Shunda qanaq ishkan u? Tez bo'la. Abduvali bilan ishkimiz Juratni oldiratdik. Ular ko'zitish apparatini kayniga yondirib ko'ygini shuki, bir odamning qo'y, kalni haydab, u etizliq elib borgan ko'rinishi yo'q bo'lib chiqibdi. Nima? Voy nimadan deydigansa, hech nima yo'q-ku. Shundoq adash, dadamga beribdi-kan kanatga. Amsa iliq Davudning jasadini qanday qilibdi? Ular nahiyaga tekshirgil elib ketibdi. Tekshirish natijasi 2 kunga qolmay chiqadi ekan. Tursaxon acham erining o'limiga bardashlik beramay siram bo'lib qopti. O'ziga so'zlaydigan odam tushungili bo'lmaydigan gaplarni deydigan bo'lib qopti. Dadamdan so'rsam shundoq dedi. Biz Juratning so'zini anglab cho'chib ketdik. Ondan bizning burunqi mahalla boshqimizning o'g'li Qosim Bag'u. Ha, uning nima bo'pti? U o'lib ketibdimi? Sizlarning mahalladami oz ishlar yuz bermabdi adash. Dedim men atrofga qarag'ash. Orqadan Abduvali so'z boshladi. Amsa, Qosim nima sababdan shundoq bo'lib qopti adash? Ha, dadamning deyishcha, ularning uyining yonida bir kona, nayt qiyri so'gat bor ekan. Qosim o so'gatni kesib qo'ydirga sap beribdi. Yerim kecha bo'lganda Qosimning dadasi hojatga chiqib, qaytashida o'g'lining uydan nayt varangchurung ovozda anglab, tezda o'g'lining yoniga kiribla qattiq qo'rqib ketibdi. Men ayverib bekirib ketdim. O'ltirib deb beray, ha? Ha, ma'qul. Senmi demagan bo'lsang, menga berdik emas. Men shundoq deb etizning beshidagi so'gatning yonida o'ltirdim. Gerçi kecha bo'lgan bilan paqlarning va boshqa hasharotlarning ovozi bu kechiga husn qo'shgan edi. Chunki Qosim o'ng qo'lini kesib o'ltirgan bo'lib, oldidagi qo'nchoqqa gap qilib turibdi. Qosimning dadasi kecha demay, Qosimni doktorxonaga olibdi. Doktorning deyishicha, Qosim bir nimadan qattiq qo'rqib ketibdi. Doktorxonada hafta davolangandan keyin elib ketishini debdi. Demak, bu ishlarning tagida biz bilmaydigan bir sirliq ish bo'lishi mumkin. To'g'ri deysan adash Abduvali. Bu hargizmi undaq oson ish emas. Ha, bo'ldi og'ayinlar. Endi qaytaydimi? Soatmi 1ga beribdi. Juratning gapidan soatga qarasam 10 dan oshgan ekan. Biz shuna qilib qaytdik. Necha kundan beri yuz berayotgan ishlarni ko'rib, sal ansirab qoldim. Bir chaqda uxlab qopdiman. Elim yaxshi, bugun kecha qora bosmadi. Shundoq yaxshi uxlabdiman.
Aziz anglag'uchilar, vahimalik asari akamning kundalik xotirasining 9-qismi mush yerda tamomlandi. Yoqtirib anglag'ininglarga rahmat.